9 million 200 ming so'm subsidiya ushbu xonadon quyosh stansiyasi o'rnatgani uchun Energiya samaradorligi milliy agentligi tomonidan berilgan mijozni o'rniga. Assalomu alaykum. Qadrli yurtdoshlar, quyosh stansiyalari mavzusi bo'yicha turkum videolarimizni davom ettiramiz. Obyektdan gapiramiz. Bugun Toshkent shahri Olmazor tumanidamiz. Ushbu xonadonga 10 kilovat quyosh stansiyasini o'rnatib berganmiz. 15-iyul sanasidan ishga tushgan, subsidiya orqali o'rnatilgan. Umumiy 10 kilovat stansiyaning tarkibi, qancha subsidiya olingani va shu paytgacha qancha elektr ishlab chiqarib bergani haqida ma'lumotlarni ushbu videoda oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Xo'p, subsidiya qanday olinish haqida biz bundan oldin ikkita video qildik. Bu videoni mana shu videoni opsiyasida linkini tashlab qo'yganmiz. Video opsiyasiga o'tib ko'rishingiz mumkin. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosishni unutmang. Demak, biz boshladik. Toshkent shahri Olmazor tumani. Demak, ushbu stansiya 15-iyul sanasida ishga tushgan. Bugun 2026-yil 8-avgust va biz stansiyani monitoring qilishga keldik. Ham bahonada video ham olyapmiz. Stansiyani qancha ishlayotganini ayni paytda ko'rib o'tamiz. Hozir qoq peshin. Demak, hozir 8.1 kilovat ishlab chiqarib beryapti. Umumiy ishga tushgandan beri esa 1572 kilovat soat ishlab chiqarib bergan. Bugungi kun uchun esa hozir soat 13:15 holatiga, demak 38 kilovat soat elektr ishlab chiqarib bergan 10 kilovatdagi stansiyamiz. Mikrofonni taqib olaman. Demak, ushbu stansiyamiz ushbu xonadonga Lonji Haymoyikson quyosh panelidan o'rnatib berganmiz. Umumiy kilovat 10 kilovat. Deya Ongrid invertorni o'rnatib berganmiz. 10 kilovat bir fazali. Kafolati 5 yilni tashkil qiladi. Panelning samaradorligi kafolati 30 yil. Umumiy korpus kafolati esa 15 yilni tashkil qiladi. Bu zavod tomonidan berilgan kafolat hisoblanadi. Invertorning esa kafolati 5 yil. 5 yil ichida muammo bo'lsa almashtirib beramiz yoki servis ko'rsatamiz. Bu holatiga qarab Bektemirga kelingda. Shu paytgacha podключ o'rnatgan mijozlarda asosiy muammolar nima edi va qaysi joylarda almashtirib bergan holatimiz bo'ldimi? Bo'ldi. Asi. Nechta holatda? 1-2-3 holatda bo'ldi. Bir asi tarafdan muammo bo'ldi-da endi. Demak, DC tarafdan emas, AC tarafdan davlat tokdan kelgan muammolar uchun invertorni almashtirib berdik yangisiga. Nimasi o'tib vaqti ko'proq o'tgani bo'lsa, o'zimiz hisobimizdan qilib berdik. Servis xizmati qilib berdik. Tekinga. Zapchast bor, hammasi bor. Shunaqa, ana endi mana invertorni qizib ketishi bu normal holatmi? Umuman invertorlar qizib ketishi normal holatmi? Invertorlar qizishi normal holat. Chunki ichida tranzistorlar ishlaydi, nechta u. Keyin kondensatorlar kuchlanishni oshiradi. Shuni hisobiga qiziydi. 60 gradus, 70. Asidobga aylantirib beradigan qurilma shu bo'ladi. Qiziydi. Obmotkalar bor buni ichida qancha 60-70 gradusgacha qiziydi baribir. Bu normalmi? Normal, конечно. Tushunarli. Xo'p, demak azizlar, 5 yil kafolat podключ o'rnatgan mijozlarimizga berilgan va almashtirish kafolati bilan berilgan. Ushbu invertorimizga 5 yil kafolat berilgan va 5 yil ichida muammo bo'lsa almashtirib beramiz. Umumiy stansiyaning metal konstruksiyasi zanglamaydigan artikonli metal konstruksiya hisoblanadi. Undan tashqari himoya avtomatlari uchun Perda Hentel Uzip DC avtomat barchasi, undan tashqari yong'inga qarshi o'sha hozir avtomatlar ichida majburiy qo'yilayotgan agnishitel ham bor. Xo'sh, zaziminasi ko'chaga olib chiqilgan. Mijozning xonadonida kuchlanish juda ham o'ynab turgani uchun o'zlarining stabilizatori bor, bir fazalik stabilizator. Demak, umumiy stansiya holati haqida ma'lumot berdim. Mana endi stansiya qanday qilib subsidiya orqali o'rnatilgan bu haqida ma'lumot beraman. Subsidiya orqali o'rnatish uchun qanday hujjatlar kerak bo'lishi haqida bundan oldin ikkita video qilganmiz. Ularni ko'rib chiqing va o'zingiz mustaqil subsidiya olishga ariza topshirishingiz, ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Agar sizda bunga vaqt bo'lmasa, pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz, sotuvchi menejerlarimiz barcha jarayonni o'zlari qilishadi, nazorat qilishadi, hujjatlarni, yugurgilar barchasi bizdan bo'ladi. Sizdan hech qanday qo'shimcha to'lov bu uchun talab qilinmaydi. Xo'sh, ana endi mijozimizni o'zini chaqiramiz. Keling Murod aka. Murod akam, bundan oldingi videoda biz Fayzullo xo'ja akaning xonadoniga borgandik va Murod aka o'sha kishilarning tavsiyasi bilan quyosh paneli o'rnatgan ekan. Ana endi biz qisqacha subsidiya olish jarayonlarida qanday bo'lganligi, qanday kamchiliklar bo'lsa, bular haqida mijozimizdan so'raymiz. Xo'p, Murod aka, quyosh paneli o'rnatish fikri qayerdan keldi? Fayzullo xo'ja akaning tavsiyasiga ko'ra quyosh paneli o'rnatgansiz, bu yaxshilikka bo'ldimi yoki yomonlikka? Umumiy
ishlar haqida yurtdoshlarimizga fikrlaringizni bildirib o'tsangiz. Birinchi Fayzulla hoji og'aynim aytdi, uyga qo'yganini, ekonomniy to'lamayotganini, elektr energiya o'zi plan qilib yuruvdim, o'ylab yuruvdim shu narsani. Keyin shu aytgandan keyin уже ko'proq harakat qilib shu 20% subsidiya borligini aytgandan keyin ham o'zim harakatni boshlab sekin saytda to'ldirib bunda O'zingiz qildingiz hammasini. boshida o'zim qildim, keyin yordam berishdi Flex kompaniyasi xodimlari yordam berib menga shu qayerda nima to'ldirishlarni, qayerga borib to'lashlarni, to'lovlar bo'yicha ham har doim aloqada bo'lishdi. Hech qanaqa muammo bo'lmadi. Ozgina vaqt oldi, lekin subsidiya berib hamma narsalarni to'lab chiroyli o'rnatib ketishdi. Tushunarli. Umumiy subsidiya 10 kilovat stansiya uchun 9.200.000 so'm berilgan va buni olishda jarayonlar ayoyturlik xulosasini olish uchun xo'sh, stansiyani o'rnatish va undan keyin dalolatnomani imzolash, hokim yordamchisi tasdiqlovi. Mana shu jarayonlarni barchasini Murod akani o'zi boshlab bergan, qolganini menejerlarimiz davom ettirgan, ya'ni Murod aka hech qayerga yugur qilmagan. Bankka borib 80% to'lovni qildingiz, bo'ldi biz yo'q. Qolgan ishlarni o'zimiz, ya'ni kompaniyamiz xodimlari bajarishgan. Xo'sh, Murod aka, elektrga oyiga taxminan qancha xarajat qilardingiz? Oyga taxminan 700-800 minglar atrofida 1 milliongacha ham chiqardi yozgi kunlarda. Oldin ko'proq ishlatardi, chunki 3 ta konditsioner bor uyimda, o'shanga tinmay ishlagani uchun ko'proq xarajat bo'lardi. Hozir уже umuman to'lamayapman. Navarot plusga ishlayapti deb o'ylayman. Shunaqa. Demak, subsidiya haqida yetarlicha ma'lumotlarni mijozimiz o'zi bilganligi uchun o'zlari mustaqil to'ldirgan. Bu juda ham oson. Buni darsliklarini Telegram kanalimizga tashlab qo'yamiz. Ya'ni subsidiya olish bosqichlarida ketma-ketlik videolarni tashlab qo'yamiz. U bilan tanishib chiqishingiz ham mumkin. 20% subsidiyadan tashqari ortiqcha elektrni 1 kilovat soatini 1000 so'mdan sotishingiz ham mumkin. Undan tashqari soliqdan, ya'ni yer va mulk soliqidan bazaviy hisoblash miqdorini 1 baravar va 2 baravarigacha imtiyoz olishingiz mumkin. Hududiy tarmoqlardan, mahalliy bo'limidan ma'lumotnomani olib, soliq qo'mitasiga borsangiz, tuman bo'limiga mana shu imtiyoz qo'llaniladi sizga. Bu ham normalniy pul bazaviy hisoblash miqdorini 1 baravardan 2 baravargacha. Demak, quyosh paneli o'rnatmoqchi bo'lgan tanishlaringizga qanday tavsiya berasiz, o'tib berasiz? Umuman mahallangizda ham hali quyosh paneli ko'pchilikda qo'yilmagan ekan, lekin anchagina xarajati bor oilalarga o'xshayapti. Bor. Ko'rinishida. Shunaqa. Misol sizda nechta konditsioner bor? Menda 3 ta konditsioner. 3 ta konditsioner bor. Undan tashqari elektromobil bor, qo'shnilaringiz ham bor. Shunaqa, o'zim ham Tavsiya yaqinda qilasizmi? oldim. Tavsiya qilaman. Elektromobil oldingizmi? Ha, mana. Gap yo'q, tabriklaymiz. Ana endi quyosh paneli o'rnatishdi va mana elektromobilni olishdi bemalol. Zaryadkaga qo'yib, to'kdan o'ylanmasa ham bo'ladi endi. Xo'p. Demak, tanishlaringiz tavsiya qilasiz, to'g'rimi? Tavsiya qilaman Flex. Kamchilik bo'lmadimi? Kamchiliklar bo'lmadi hamma. Necha kunda o'rnatib ketishdi? Bir kunda o'rnatishdi, ertasi kuni Ishga tushirdi. elektrlarni unaqa qilib ulab ishga tushirib yuborishdi. 2 kundadek. Umumiy. Ana endi tavsiya qiladigan bo'lsangiz, quyosh paneli o'rnatmoqchi bo'lgan tanishlaringizni, qo'shnilaringizni siz nomingizdan chiqsa, ular uchun umumiy o'sha qancha to'ladingiz siz 80% to'lovda? Shunda? 36 million. 36 million 800 ming to'lagansiz. Xuddi shu komplektatsiya uchun. Xo'p, ana endi ularga agar siz orqali chiqsa va biz tasdiqlasak buni 2027-yil 1-yanvargacha 35 million 800 ming so'mga tushishi mumkin. Ya'ni umuman qanaqa tarif tanlasa, gibrid tanlaydimi yoki 20 kilovatlik qo'ydirmoqchimi, 15 kilovat qo'ydirmoqchimi, farqi yo'q. Umumiy summani 80% dan ham 1 million chegirma qilib beramiz. Bu cheklanmagan nechta tanishingiz bo'lsa farqi yo'q. Mana shu voucher sizga. Undan tashqari, himoya avtomatlarimiz bilasiz, Usful kompaniyasiga tegishli. Usful kompaniyasini O'zbekistondagi rasmiy distributori Flex Energy hisoblanadi. Va mana shu kompaniyamizdan, Usful kompaniyasidan esdalik sovg'asi va buni esdalik sovg'asiga qo'shimcha ravishda kompaniyamizdan mana shunday Flex logotipi tushirilgan futbolka ham sizga esdalik sovg'a. Xo'sh, undan tashqari mana bunday issiq kunlarda boshingizni himoyalash uchun, mana quyosh panelingizni himoyalash uchun Usful himoya avtomatlari qo'yilgan. Boshingizni himoyalash uchun Usful brendining
kepkalari. Va buni solish uchun mana albatta mana bunday paket bizdan sizga sovg'a. Mana mijozimizga sovg'alarni va sizlarga stansiyaning ma'lumotlarini berib o'tdik. Keyingi videolarda yana davom etamiz. Obyektdan gapiramiz turkum bo'yicha videolarni ketma-ketlikda qo'yib boramiz. Hozir Toshkent shahridamiz. Toshkent shahridagi stansiyalarni o'sha monitoring ham o'tibga rozi bo'lgan mijozlarni xonadoniga borib, aynan mana shunday esdalik sovg'alarni, vaucherlarni topshirib kelyapmiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling. Subsidiya orqali quyosh va stansiya qo'ydiring. Imkoniyatdan foydalaning. Davlatimiz imtiyoz beryapti. 2026-yil uchun kamida mana shu xarajatlarning 20% ni qoplaydigan subsidiya uchun, ya'ni Energiya samaradorligi milliy agentligi uchun umumiy 150 milliard so'mdan ortiq summa ajratilgan. Bundan foydalanib qolish kerak. Sizda mablag' bo'lsa, qo'ydiring, 20% xarajatlarni chegirib, a'lo holatda, shartnomalar ham kuchli holatda, kafolatlari kuchli holatda stansiyani qo'ydirishingiz, o'rnatishingiz mumkin va qo'shimcha daromadga chiqishingiz mumkin. Daromadni ko'zlamayotgan bo'lsangiz, xarajatni nollashtirishingiz ham mumkin. Elektromobilingiz bormi? Xonadoningizda 3-4 ta konditsioner bormi va svetga oyiga 1 milliondan ko'p yoki 1 milliongacha xarajat qilyapsizmi? Marhamat, quyosh panel bu bizdan bo'ladimi, boshqadan bo'ladimi, lekin qo'ydiring. Zamon talabi shu, gaz narxi oshdi, elektr narxi ham oshyapti. Mana shu xarajatlarni nollashtiring va quyosh panel o'rnating. Agarda siz subsidiya orqali quyosh stansiya o'rnatmoqchi bo'lsangiz va umuman quyosh paneli o'rnatmoqchi bo'lsangiz va bu haqida ma'lumotga ega bo'lmasangiz, pastda raqamlarimiz bor, sotuv menejerlarimiz bor. Sotuv menejerlarimiz raqamlariga aloqaga chiqib, to'liq ma'lumot olsangiz bo'ladi. Hujjatlarni barchasini o'zimiz qilamiz, hech qayerga yugurmaysiz. Sizdan esa faqatgina to'lov qilish qoladi, xolos. Quyosh panelini 0 dan 100% podключ holatda Flex Energy sizga a'lo holatda topshiradi. Barchangizga rahmat, salomat bo'ling.